Assalomu alaykum. Men Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Sharq sivilizatsiya va falsafa fakulteti Mohit ikkinchi guruh ikkinchi kurs talabasi Sa'dullayev Doniyor. Bugun sizlar bilan Poykin shahri xarobalari haqida gaplashib o'tamiz. Hozirda ko'rib turganingiz Poykin muzeyi hisoblanadi. Poykin muzeyi va Poykin shahri tarixi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, undan so'ng esa 50 yil oldingi tarixi qanday bo'lganligini bilib olamiz. Poykin shahrining 50 yil oldingi tarixi haqida bizga intervyu davomida ma'lumot berib o'tishadi. Alaykum. Bu Poykin shahri xarobalarini eshitgansiz. Biz buni borib ko'rdik. Bundan 50 yil oldingi shahar xarobalari qanday bo'lgan, o'sha paytdagi shahar topilganmi, o'shani sizdan bilmoqchimiz hozir. Poykin shahri bundan 50 yil burun endigina ochilayotgan edi. Endigina ochilayotgan bo'lsa, bu o'sha paytda muzey tashkil qilingandimi yoki keyinchalik tashkil qilindimi? O'sha haqida bizga ozroq gapirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Muzey 90-yillarda ochila boshladi. Muzey 90-yillarda ochilgan bo'lsa, o'sha paytdagi ochilish marosimiga borib ko'rdingizmi yoki eshitdingizmi undan kimdandir? 90-yillarda muzey ochildi, lekin bora olmadik. Chunki yo'l uzoq edi. Xo'jayinim ham olamdan o'tib qoldi. Shuning uchun bora olmadik. Keyinchalik muzeyga borib ko'rmadingizmi? Keyinchalik oilaviy sharoitim kelishmadi. O'sha paytlarda Poykin shahri ochilgan bo'lsa, Poykin shahri xarobalarining tarixi to'g'risida ham ma'lumotlar bilasizmi? Bu shu vaqtda Poykin shahri ikkita din hukm surganligini eshitganman. Ikkita din rivojlanganligini, ya'ni bu shahar ikkita din markazi bo'lganligini eshitdik. Endi bu dinlarni ham bizga ayta olasizmi? Bu dinlar Darushinlik islom dini bo'lgan. Bu shahar haqida bilganlaringizni biz bilan o'rtoqlashganingiz uchun rahmat. Bu shaharning hozirgi xarobalari ancha keng ochilgan va hozirda ko'plab turli qadimiy buyumlar topilganligini sizga ham aytib o'tishimiz kerak. Bu shaharda hali ham qazishma ishlari olib borilmoqda. Poykin muzeyi 1991-yilda tashkil etilgan bo'lib, bu muzeyning tuzilishi haqida gapiradigan bo'lsak, muzeyning birinchi zalida rivojlangan o'rta asrlarda Poykentda yozuv, pul muomalasi, Poykentdan chiqqan hadis va fiqh ilmi allomalari saqlangan sopol idishlar, qolipda sopol buyumlar ishlab chiqarish va zargarlik buyumlari namoyish qilinadi. Bundan tashqari, qadimgi Poykin shahrida topilib, restavratsiya qilingan amaliy san'atning nodir namunalari 10-11 asrlar devoriy ganj o'ymakorlik mahsuli mehrob bo'laklari zalning markaziy qismiga o'rnatilgan. Qo'shimcha tarzda qadimgi Poykin shahri Poykent arki va Poykentda ochib o'rganilgan xonadon planlari hamda qadimgi Poykin shahri tarixi ma'lumotlari ham o'rin olgan. Ikkinchi zalda bronza va temirga ishlov berish, qurolsozlik, kamon o'qlari, murakkab yoy, sopol buyumlar ishlab chiqarish va kulolchilik, charxi va xumdon rivojlangan o'rta asrlarda Poykentning sirlanmagan sopol buyumlari, toshdan ishlangan buyumlar, shana ishlangan buyumlar o'rin olgan. Endi Poykin shahri haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, Nashahiyning Buxoro tarix kitobida shunday jumlalar keladi. Poykent mashhur shahar, unda xilma-xil odamlar bor. Poykin aholisining hammasi savdogar bo'lgan. Ular Xitoy va dengiz orqali boriladigan mamlakatlar bilan savdo qilganlar va g'oyat boy bo'lganlar degan ma'lumotlar uchraydi. Poykin miloddan avvalgi 4-asrdan toki milodiy 12-asrgacha mavjud bo'lgan shahar hisoblanadi. Poykin Buxorodan 50 km janub-g'arbda, Jondor va Qorako'l tumanlari tutashgan hududda, Zarafshon daryosining quyi Movrunnahr muzofottining janubiy qismida joylashgan shahar hisoblanadi. Buyuk Ipak yo'li chorrahasida joylashgan bu shaharni qadimgi Xitoy tarixchilari Patti Yang
Arab tarixchilar At-Tabariy, Ibn al-Xordarbeh va Ibn Faqihlar Madinata tujjor, savdogarlar shahri, Muhammad Navshahiy Shahriston Ro'yin, Bronza Shahristoni yoxud Mis shahar deya ta'riflaganlar. O'rta asr yozma manbalarida esa shahar Boykent, Xitoy solnamalarida Bi nomlari bilan yuritilgan. Uning nomlari quyi shahar ma'nosini anglatadi. Boykent mustahkam mudofaa devorlari bilan o'rab olinganligi sababli jilddan qurilgan Shahriston Jiz shahar nomi bilan ham shuhrat topgan. 11-asrda Zarafshon daryosining sayozlashishi tufayli Boykentga suv kelishi to'xtagan. Bu esa shaharning inqirozga uchrashiga sabab bo'lgan. Asrlar o'tgach bu yerlar sahroga aylandi. Qum ostidagi xarobalar olimlarga qadimgi tarixning ulkan xazinasini bitta to'plamga jamlashga yordam berdi.